Ko'rishingiz mumkin. Qanday chiroyli qilib qo'yibdi. Bu uyimiz Surxondaryoda Denovdagi uyimiz. Uyda ham akamiz katta tashlagan ekan, baland tashalgan, baland uyga tunuka bonam juda chiroyli chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Naqshlarni qarang, qanday chiroyli chiqqan. Ikkinchi xonadonimiz Denov generaldagi xonadonimizdan ham ko'rsatib o'tamiz. Videorolik davomiga ana Adham akamiz ikkinchi xonadonda ham topshiribdi ekan. Qarang, xonadonni qarang, qanday chiroyli qilgan. Tunuka bon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Adham akamizga bog'lanasizlar. Adham aka, bu fasonlar qanaqa fason deyiladi? Uchinchi xonadonimiz ko'rishingiz mumkin. Adham akamiz bu xonadonni ham bitiribdi ekan. Bu xonadonga ham ob'yem juda katta ekan va fasonlar ham juda boshqacha, naqshlar ham. Barchaga yangilik salom. Sizlar bilan Abdukarim Qurbonov, Surxon TV hamda Akram Media kanallari. Bugungi videoda hammasi Surxondaryoda Denovdan Adham akamiz tunuka bon ishlarini qilayotgan ekan. Mana shunaqa tunuka bon xizmatlari kerak bo'lsa, Adham akamizga bog'lanasizlar. Adham aka Qumqo'rg'ondan Surxondaryo bo'ylab bir qancha uylarni shuni chiroyligina qilib uy egalariga topshiryapti. Adham aka, zo'rmisiz o'zi? Shundan charchamayapsizmi? Mana aka uylarni bir chiroyligina qilib qo'yibsiz tunuka bon ishlari bilan. Shuni xalqimizga bir tanishtirib o'tsak, bu qanaqa tunuka bon, qulayliklari qanday, qanaqa fasonlari bor, qanaqa listdan ishlanyapti, narxlari qanday. Mana bu uyda Denovdagi uyimizni tanishtiryapmiz. Keyingi uyimiz Ulanib Bansi tarafda ekan, uni ham ko'rsatib videoga tanishtirib o'tamiz. Adham aka, bu fasonlar qanaqa fason deyiladi? Misol uchun girdlari rover yordamida qanaqadir fonlar berilgan ekan, naqshlar. Bu akamiz bu uy alikafondan bo'lgan, rover fason. Alikafondan rover fasondan qilingan. Mana rover fason degan mana naqshlar aytiladi-da. Ha, shunday. Naqshlar. O'rtalarichi? Bu patnis fason bo'lgan. Patnis fason deyiladi. Mana shunday uyni chiroyligina qilib bergan ekansiz. Adham aka, buni qulayliklari qanday? Bu qanaqa listdan ishlangan, nechilik ishlangan? Bu 0.30likdan qilingan. 0.30likdan qilingan, ha? Nechilik listdan nechilik listgacha qilsa bo'ladi endi? 0.30likdan 0.35 gacha-da. 0.30likdan 0.35 gacha qalin listdan qilsa bo'lar ekan. Mana qanday chiroyli qilib. Adham aka, endi obunachilarimiz buni ko'rishdan maqsad birinchi bo'lib puliga qiziqadi. Buni puli nech pul ekan? Meni uyim shuncha kvadrat ekan, nech pul bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Buni hozir uy egasiga nech puldan qilib berdingiz endi? 115 mingdan bo'lgan. Bu endi qanaqa fason deyiladi? Mana bu alikafon, ha? Alikafon fasoni. Alikafon fason 1 qancha? 15 ming. 115 mingdan qilib beribdi. Va qarang qanday chiroyligina qilib beribdi. 115 mingdan uyda qarang chiroyligina qilib shunaqa fasda tunuka bon ishlarini qilib beribdi. Rover fasonda alikafonni qilib bergansiz, ha? Alikafonni. Ha. Xo'p. Mana bu taraflari qanday aka, bu taraflari? Bu ham 6 gram 90 gradus qosh bo'lgan. 90 gradus qosh bo'lgan. Keyin mana svitilniklarni ham qo'yib chiroyli qilib berilgan-da. Endi uy egasiga bog'lada mijoz qanaqa fasonda desangiz, shunday qilib berasiz. 50-60 xil fasonlarimiz bor. Ha, agar bog'lanasizlar, Telegramdan yoki telefon qilib fason qanaqa fason qildirmoqchisiz, 50-60 xil katalog bor, tashlab beradi, ko'rib, aytgan fasonni shunday chiroyligina qilib beradi. Adham aka, endi bularni mana narxini aytyapsiz. Nech pulgacha narx bor? Eng arzon qancha, eng qimmat nech pul? 110 mingdan 130 minggacha. 110 mingdan 130 minggacha kvadrati, ha, bular? Ha, kvadrati. Keyin bunga samarez, lisa kerak emas. Hamma narsani o'zingizdan. Faqat kvadratiga pul to'laysizlar, qolgan hamma narsasi Adham akamiz o'zlari gruppasi bilan kelib, ustalari bilan shunday uyni chiroyligina qilib beradi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlari bor. Bog'lanasizlar, Adham akamiz Surxondaryo bo'ylab uylardan shunday chiroyligina tunuka bon ishlarini qilib beryapti. Aka, ko'rishingiz mumkin, qanday chiroyli qilib qo'yibdi. Bu uyimiz Surxondaryoda Denovdagi uyimiz. Aka, uyda ham akamiz katta tashlagan ekan, baland tashalgan, baland uyga tunuka bon ham juda chiroyli chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Naqshlarni qarang, qanday chiroyli chiqqan. Girdlari aka, mana bu spes bunaqa nima qo'ygan? Nima deydi mana girdlarni qarang? Nima deydi? Fagon. Roverda aytasiz. Ha, rover bilan girdlar naqshlari bir boshqa ekan, figurasi. Shunda 6 gramda u. 6 gramda, keyin rover yordamida unaqa naqshlar qilingan. Bu naqshda ham turi bor-da, xohlagan turda qilsa bo'ladi-da. Ha, shunday. Unda ham katalog bor. Unga ham katalog bor, ha. Agar bunaqa rover yordamida kimgadir bunaqa naqsh, kimgadir boshqacha naqsh kerak bo'lsa, Adham akaga bog'lanasizlar. Surxondaryoda Denovdagi xonadonni tanishtirib o'tdik. Keyingi video. Ikkinchi xonadonimiz Surxondaryoda Denovdan, mana Denov generalga Adham akamiz ikkinchi xonadonni ham bitiribdi. Bunaqa uylardan juda ko'p ko'rsatamiz, video ko'p bo'lib ketadi. Karot ko'rsatib o'tamiz. Adham aka, mana Denov generaldagi uyimizga tunuka bon ishlarini chiroyli qilib beribsiz. Mana bu taraflarni qarang. Tilla naqshdan qilingan, yulduzchalari ham tilla rang ekan. Adham aka, bu qanaqa fason deyiladi? Bu davobkali fason. Davobkali fasonimiz mana shunaqa ularga azoblarimiz. Kimgadir bunaqa fason, kimgadir boshqacha fason kerak bo'lsa, Adham akamizga bog'lanasizlar. Adham akamiz Qumqo'rg'ondan Surxondaryo bo'ylab mana aka
kim qancha uylarni shuni chiroyligina qilib bitirib beryapti. Adham aka, endi bu xonadonni kvadrat nechi puldan bo'laman tunuka bonishlarini? Bu 0.30 dan bo'lgan, 115 mingdan bo'lgan. Ha, 0.30 dan 115 mingdan. Qarang, narxlari ham juda qulay, kачественный, sifatli ishlarni bitiryapti. Qarang, qanday chiroyli qilingan. 130 mingdan azobchamiz hamma materiali ichiga. Xo'p, mana dabaka fasod. Adham aka, mana taraflari oq, qora qilingan, kubikcha qilingan ekan, ha? Mana lentalari sariq qilingan-da, tillarang. Tillarangdan qilingan ekan, mana 130 mingdan. Mana Surxondaryoda Generaldagi uyimizda chiroyligina qilib bitirib berdi ekan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Adham akaga ekranda raqamga bog'lanasizlar. Azomcharimiz mana shu uylarni shunday tunuka xizmatlari bilan chiroyli qilib bitirib xonadon egalariga topshiryapti. Generaldagi 3-xonadonimiz, ko'rishingiz mumkin. Adham akamiz bu xonadonni ham bitiribdi ekan. Bu xonadonga ham ob'yem juda katta ekan va fasonlar ham juda boshqacha, naqshlari ham. Adham aka, bu xonadon bitiribsiz. Buni listi qalinligi qanday, narxi qanday bo'lyapti? Bu 0.35likdan bo'lgan. 0.35likdan bo'lgan. 130 minglik tunikamizni 125 mingdan qilib berganmiz. Kvadrat kattaroq bo'lgan. Mana kvadrat ob'yem ko'pligi uchun kelishtirib 125 mingdan qilib berilgan fason. Mana fasonni qarang. Adham aka, buni sariq tilloranglari to'rtburchak bo'lgan-a? Ha, do'ppichada bo'lgan. To'rtburchakdan bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, ob'yem katta ekan. Xullas 130 minglikda Adham akamiz 125 mingdan qilib berdi ekan. Tunuka xizmatlari bo'lsa, Adham akamizga bog'lansa, Surxondaryo bo'ylab uylar juda ko'p. Ko'rsatamiz, bu video soat ko'payib ketadi. Karat ikkita 3ta videoni ko'rsatamiz. Keyingi videolarga yana 4-5 ta uylarni chiqarishga harakat qilamiz. Mana uyimizni qarang, qanday tunuka ishlarini qilib berdi ekan. Generaldagi 3-xonadonimiz. Bu taraf mashina turadigan joy, ham qilingan, bu taraf ham qilingan. Xullas, mana bu taraflari, qo'sh taraflari juda chiroyli qilingan ekan, bu taraflari ham. Ko'rishingiz mumkin, azoblarimiz 125 minglik 130 minglik 125 mingdan qilingan ekan. Listlari ham qalin, fasonlari ham vashudor ekan. Ko'rishingiz mumkin, qarang. Yaqinlashtiraman ko'rsatyapmiz sizlarga. Azoblarimiz shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Adham akamizga bog'lanasizlar. 404 kvadrat. Buni kvadrat necha kvadrat, Adham aka? 404 kvadrat. 404 kvadratlik mana ob'yemi Generaldan 3-xonadonimiz. 404 kvadrat mana shu joyimiz ekan. Aka, Surxondaryo bo'ylab tunuka xizmatlari kerak bo'lsa, Alikabon tunuka Adham akamizga bog'lanib, nomeringizni bir aytib qo'ysak. 94lik 996 0295 0295 nomerlarga bog'lanasiz, bir ikkita nomer qoldiramiz. Adham akaga bog'lanib, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol uyingizga zakaz qilib, patkulich, hamma narsasi, lisasi, samarezi, tunuka bonigacha, ustosigacha birgalikda komplekt. Patkulichni topshirasiz tunuka boni. Xuddi shunday. Azomchamiz, videomiz yoqsa albatta like bosib, paylaşib qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Abdukarim Qurbonov, Akram Media hamda Surxon TV kanali